Sizning telefoningiz PUBG'da shunday qotyaptimi? Videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga umuman qotmaydigan qilishni o'rgataman. PUBG nastroykasiga kirib olamiz. Va videoda ko'rsatilgandek bajaramiz. Akkauntimizdan ketib, shuni yoqib, o'yinga boshqatdan kiramiz. Endi yana nastroykaga kirib olamiz va grafikga o'tib, videoda ko'rsatilgandek bajaramiz. Endi mana o'ynab ko'ramiz. Mana endi umuman qotishlar yo'q. Agar shu videomiz 2000 ta like yig'sa, keyingi videoda telefonda iPad qilishni o'rgataman. Shuning uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.